Umar Hayyom haqida nimani bilasiz? Umar Hayyomni bizlarga mayparas, alkash deb tushuntirilgan. Kommunistlar alkash bu aroqxo'r degan, vinoxo'r. Umar Hayyom 10 yoshida qori bo'lgan. Otalari boy bo'lganlar. Bir safarga ketayotgan paytlarida qaroqchilar otalarini karvonlarini tunaydi. Hamma tuyalardagi, qoplardagi, sandiqlardagi narsalarni talon-taroj qilib kelayotgan paytda qaroqchilardan biri bir xurjunga shundoq qo'l solsa kitob chiqdi. Bu kitob ekanga shundoq otib yuborganda Umar Hayyom 10 yashar bor. Barataris o'zini to'pga otib ilvogandek, boyagi o'zini otib Qur'oni Karimni ilvoganda, boyagi qaroqchilari rahbari ko'rdi deb, "Bu yoqqa kelsam bo'ladi. Nima desan? Bu qanaqa kitob?" dedi. "O'zingni otib dedi, joningni jabborga berib, buncha bu kitobga o'zingni tashlab otmasa." "Bu dedi Allohning kalomi bo'lgan Qur'oni Karim" dedi. "Sen hali Qur'on o'qishni bilasanmi?" dedi. "Nafaqat o'qishni, buni yoddan bilaman" dedi. "Qani ochib o'qishni" deb imtihon qildi. 3-4 varaqdan ochib o'qidi, ko'rsatgan joydan o'qidi. Qaroqchilarning boshlig'i Umar Hayyomning otalariga aytdiki, "Men seni karvoningni mana shu yerdan qachondan beri o'tishini kutib yurardim. Seni xonavayron qilib kapangado qilaman degan niyatim bor edi. Endi niyatimga yetdim, lekin Xudo senga bir qori farzand bergan ekan. Mana shu qori farzandingning hurmati, men seni karvoningga tegmayman. Agar rozi bo'lsang 2 qop bug'doy ber, ochdan o'lmaylik. Rozi bo'lsang ber. Bo'lmasa bu ham kerak emas. Lekin bu bolangni ehtiyot qilgin dedi. Senga Xudo farzanddan bergan ekan." Ulamolar aytadiki, qori farzand otasini dunyo qaroqchilaridan salomat qutqargan edi, oxirat azoblaridan ham qutqaradi deganlar. Chunki janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qori farzandni ota-onasini boshiga qiyomatda tojdan, nurdan bo'lgan toj kiydiriladi. U tojdan chiqayotgan nur bu dunyoni quyoshini nuridan ziyodir deganlar. Shu quyoshga hozir ko'zimiz bilan tikilib tura olmaymiz, ko'zimizning quvvati yetmaydi. Endi o'sha qorini otasini boshiga kiydirilgan, onasini boshiga kiydirilgan tojni nuri quyoshning nuridan ziyoda bo'lsa, unga qarashlikka bizlarda toqat yo'q, birodarlar. Rasulullohning va'dalari-yu bu. Qur'oni Karimda 114 ta sura bor, 30 paradan iborat. 6666 oyat Qur'on bor. Eng achinarlisi shu Qur'oni Karimni o'qiy olmasligimiz, o'qimayotganligimiz. Dunyodagi qabohat, xunrezlik, ifloslik, zulm, sitam, nohaqlik, haromxo'rlik nimadan bo'lyapti? Poraxo'r nimaga pora olyapti? Nima uchun pora beryapti? Shuni ko'ring hayotiga. Qur'on o'qimaydi. Qur'on o'qimagan. Odam o'ldiryapti. Musulmon musulmonni o'ldiryapti. Nima uchun?